Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Tasmotor servis markazimizga Xitoydan kelgan mutaxassislarimiz bilan o'tgan yili sotilgan Jizzax viloyatiga qo'yib berilgan asfalt zavodimizning servisidan xabar olgani yo'lga chiqamiz. Kuzatib boringlar, jarayonlar bilan, video lavhalar bilan ulashib boramiz. Qiziq bo'ladi. Assalamualaikum. Ko'rasizlar, mana xitoylik mutaxassislarimiz kelib, yaxshilab jarayon bilan tanishishyapti. Xitoylik mutaxassislarimiz bilan zavodga ham keldik, texnik holatini o'rgandik, umuman kamchiliklar yo'q, a'lo darajada ishlayapti. Hozir mijozimizning o'zlaridan ham fikrlarini eshitamiz. Nozimjon aka, ikki og'iz zavod haqida fikringizni aytsangiz. Biz 1 yil oldin XMG brendidan asfalt beton zavod xarid qilgandik. 1 yil mobaynida zavodni ishlatyapmiz. Zavod soatiga 240 tonna asfalt chiqaradi. Biz XMG zavodidan minnatdormiz va tavsiya etamiz. Корпорация SMG наступала в Узбекистан уже более 20 лет, и сейчас у нас на рынке имеет более 8 тысяч нашей спецтехники. Чтобы обеспечить наши спецтехники, мы создали команду, что по сервису. В любое время у клиента любое требование есть, мы вовремя отвечаем и решаем. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli zavodlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Texnika Advance servis har doim xizmatda. Aloqaga chiqasizlar, pastdagi raqamlar orqali to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hammanglarga omad. Спасибо за сотрудничество и спасибо, вы выбирали XMG. Rahmat.